o'rgatganimizdek his qiladigan kunimiz mana shu. Чувствовать qiladigan kunimiz grunt полностью. Razvodkani tushuntirib o'tib ketaman. O'naqay bolalar chap oyoq bilan oldinga chiqsin, stoykasini o'zi biladi-yu. Chapaqay bolalar o'ng oyoq bilan. O't. Chap oyog'imni oldinga qildim. Chap qo'limni tiradim-da, o'ng qo'lim bilan oldim. Безопасный положениеda belim. Oldim. Ikkinchisini oldim. Keldim. Ayni gruntni his qilish uchun ishlayman. Xo'p, otib berdim. Mana darsliklarda o'zi shulardan boshlanadi. Birinchi shoshilmasdan razgom olishdan oldin gruntni topib olaman mana. Ketdi. Birinchisini topa olmasam, ikkinchisini ko'raman-da. Bo'ldi, ketdi mana endi. Gaplashaman tanam bilan. Mana brus qilishdan oldin yaxshilab cho'zib olish kerak edi, chunki ko'pincha riski harakat travma beradi yelkaga. Shuni yaxshilab cho'zib oldim-da. Bo'ldi mana qizib olganman, yaxshi cho'zilib oldi, supajiylar joyida. Hech qachon sakrab chiqmanglar agar endi qilishni boshlaganlar. Mana yerdan chiqib olib keyin chiqdi. Qilib yurganda bo'lsa o'zlari biladi. Hop. Kislorod to'ldirib olib yana cho'zib olamiz.